Assalamu alaikum qadrli ustozlar. Kelajagimizning egalari bo'lgan yosh avlodga sifatli bilim, aniq tarbiya berayotgan ustozlarimizni kasbiy me'yori bilan chin dilimdan tabriklayman. Ulug'ning ulug'ati madaniyatning ulug'ati o'quv va adabiyotda Ahmet Baytursunov aytgandek, ustoz o'sha bilimga, madaniyat bilan adabiyotga yetaklaydigan barcha odamlar taraqqiyotining mashri, bilim bilan tarbiyaning uyqusi bo'lgan bu albatta ustozdir. Ustozlik etgan javobbaz, yuragidagi balog'adir, ulug' Abay aytgandek, o'z kasbini suygan, haqiqiy ma'nodagi bilimli ustozlar avlod tarbiyasida unumli emek qilmoqda. Bolalarning kelajagi uchun ayanmay emek qilgan har bir ustozimiz biz uchun qadrli. Avlodda bilim va hunar chirog'ini yondirishdek sharafli va javobgarlik kasbiga bo'lgan ustozlarimizni qadrlash bu bizning insoniy burchimizdir. Har bir insonning yuragida mangulik iz qoldirib kelayotgan bilim berining bag'vanlari atalgan aziz ustozlar. Endi haqiqatan bayramulloh muborak bo'lsin. Ustoz деген ул сөз улағатты. Ол болмаса кім береді парасатты. Асылын беріп шәкірт бойларына, ағартқан сол үшін де қара шашты. Ұстазға әркім басын ию керек, кемеңгер ақылшым деп білу керек. Сен бүгін керемет боп кетсең дағы, жеткізген сол ұстаз деп білу керек. Ассаламу алейкум, ұстаз. Мұшы сөз құлаққа аңланғанда, қалби дәрия кәң, мехірбан, әр дайым кішілеріне яқшылық үзілгікке башлайдыған дәвәп қылдыған инсан көз алдыңға келді. Халқымызда бағ бәрпа, қылып оның бейгісіне әлге таратқан адамны бағвән деп атайды. Яна шындақ бағ, шындақ бар ки бағ. O məktəb bağvən müəllim. Müəllim büyük ilğar və uluq. Qalbida yanar muqaddas bir çox. Müəllim yüksek merifət dünya, sadat yolda yapıldıgan çox. Müəllim mehriban söyümlük ustaz. Müəllim qalbi pak dostum bahar yaz. Müəllim sabırlık şidamlıq insan. Müəllim teçlik daim görüşkən. Ustozlarning ta'sirlik uni bilan aldırmay aniq so'zlagan so'zlari har bir o'quvchiga degan g'amxo'rlik, onalik, otliq sezimni berdi. Ustoz o'quvchilarga bilsam, o'rgansam, ko'rsam degan intilishni rivojlantirdi. Ustozlar o'zining oltindan qimmat vaqtini bola tarbiyalashga, o'z shogirdlarini o'rgatishdan erinmaydigan emgak so'ygan inson. Shu munosabat bilan barliq ustozlarimizni kasbiy mehrimi bilan samimiy tabriklaymiz. Дорогие наши учителя, от чистого сердца я хочу вам сказать большое спасибо за ваш труд, за ваше терпение, за ваше умение находить в каждом ребенке талант, за ваше старание, за вашу поддержку. Я искренне желаю вам здоровья, благополучия, крепких сил и замечательное настроение. С праздником, ваши дорогие учителя! Today we celebrate Teachers' Day, and I give us to honor the gifted who work every day to make sure that the future is bright for all of us. I would like to extend my gratitude to every teacher for selfless service and dynamic support. We are always grateful to you.